egachi. Kelinim oldida shunaqa mehmon sharmanda bo'ldim. Voy, endi qo'yaverasiz. Voy, nima bo'ldi? Voy, nimasini aytasiz? Davlinam oshib, kechasi bilan mazam bo'lmadi. O'g'lim bilan kelinim doktorga olib bordi. Doktor, sog'lig'ingizga e'tibor bering deb menga davlinaga qarshi dori yozib berdi. Ertalabkisini kechqurun ichibman, kechqurungisini ertalab ichibman-da. Keyin nima bo'ldi? Kechqurun umuman uxlolmam. Bir mahal koridorga chiqsam, hammomdan kelinim sochiqni boshiga urib chiqib keldi. "Voy, oyijon!" deb chopib kirib ketdi. Yomon sharmanda bo'ldi. Ay, aylanay, sharmanda bo'psiz-ku. Oyijon, meni poylab o'tirishmi deydi. Bir uyalib ketdim. Voy, O'g'lim, mana qiynalib ketdingiz deb manshetga soch medicalga olib kelishdi. Mana sharoitlari zo'r ekan. Hamshiralari kelinimdan ko'proq xabar olishadi. Mana turmahal ovqat vaqtida davlinam o'lchaydi, vaqtida dorim beradi, vaqtida esa oyoqlarimga massajga olib boradi. Hamma joylarim sog' salomat bo'ldi. Yaxshi ham ketman opajonim. Siz bilan g'iybatlashib o'tiribman egachi. G'iybat emas, suhbat deng. Suhbat. Voy opa, eshitdingizmi? Ana Munisa Rizayevani o'g'lini ismi nima ekan? Hamma yoq to'la gap so'z mish-mish.